Akalar ana yangi Jack X200 yuk avtomobili China Motors China Motorsga yetib keldi mana. Tayyor. Narxlari, to'lovlari, eng asosiysi nima uchun 24-25-yilda bu avtomobillar eng ko'p sotilgan avtomobil haqida akamizdan bilib olaylik. 3 yil kafolat berilyapti va 100 ming kilometrga 3 yilga berib beryapti. 3 yil kafolat yoki 100 ming kilometr. O'rtada qo'sh balonda. Bu qo'sh balon. Bemalol 3-4 tonna deyishyapti. Zapaskalar bor, aka. 3 tonnani bemalol olib boradi. Xo'sh siz metan o'rnatsangiz ham, propan o'rnatsangiz ham o'zini kuchini yo'qotmasdan yuraveradi. Bir narsani sezdim aka, mana bu kuzovi ham ancha qalin, baquvvat ekan. Xuddi shunday. Aytganimdek, hammasi qalin metaldan qilingan. Ular haligi shveyler materialiga o'xshagan. Mana ko'ryapsizlarmi? Qalin material. Profil emas bu qalin juda. Xuddi shunday. Risori 6 talik. 2024-2025-yilda trendda bo'lgan Jack X200 yuk mashinamiz o'rtoqlar hozir treylerdan kelib China Motors ofisiga keldi, tugab qoldi. Misol uchun Kia Bongo Porter olaman degan aka-ukalarimiz nimagadir mana shu mashinani ko'pchiliklar xarid qilishyapti. Hozir keldi, ulgib qolinglar degan maqsadda videoga olyapmiz. Bizga Martin Bey aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshi keldingiz. Narxlari, to'lovlari, eng asosiysi nima uchun 24-25-yilda bu avtomobillar eng ko'p sotilgan avtomobil haqida akamizdan bilib olamiz. Aka, boshlayveramiz, bo'lmasa xudo xolasa. Jack X200 nima uchun aka? Menga bir sabab keltiring. Nima uchun buni ko'p sotib olyapti xaridorlar? Xudo xolasa hozir aytib o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. Nima uchun aynan Jack X200 mini gruzagini hozirgi kunda xarid qilish kerak? Keling 3 ta sabab keltiraman. Birinchidan, agar Kia Bongo bilan Hyundai Porterga nisbatan solishtiradigan bo'lsak. Demak, Jack X200 avvalambor kafolatiga keladigan bo'lsak, 3 yil kafolat berilyapti va 100 ming kilometrga 3 yilga berib beryapti. 3 yil kafolat yoki 100 ming kilometr. Ikkinchi sababi, bunda 2 yillik motor joylashtirilgan Greenjet kompaniyasi tomonidan. Hammamiz bilamiz, Greenjet bu yaponskiy kompaniya hisoblangani sabab buni motori yillar davomida sinovdan o'tgan motorlardan bittasi hisoblanadi. Ancha munchaga buziladigan motorlar toifasiga kirmaydi bu. Tushunarli. Endi 3-chi sababini keltiradigan bo'lsak, buning narxi albatta. Kia Bongo bilan Hyundai Porterga nisbatan bu ancha arzon, narxi 248 million 640 ming so'm bilan hozirgi kunda xarid qilishlari mumkin. Har videoni boshida obunachilar narxni aytinglar boshidan deydi. Mana aka gap yo'q, narxni aytdingiz. Biz Kia Bongo, Hyundai'lar haqiqatan super komfort, zo'r mashina, lekin o'shani ishini qiladi bu. Kerak bo'lsa undan ortiq yuk oladimi aka bular? Xuddi shunday. Bu ham ulardan umuman qolishmaydi komfort bo'yicha aka. Komfort bo'yicha. Hozir hammasini video davomida yana bitta sabab, 4-sabab aka, zapchast muammo bo'lmaydimi? Zapchast muammosi bo'lmaydi aka. Buni ham uje xalq bo'lganmiz. Xudo xolasa, mashinani olganlar biladi. Masalan, bizga murojaat qilsa, bizdan xarid qilgan insonlarning raqamlarini ham berishimiz mumkin. Bemalol qo'ng'iroq qilib, o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishsa ham bo'laveradi. Aka, bir noodatiy qilib boshlaylik. Har safar motordan boshlardik. Keling bir yuk ortish tarafidan boshlaylikchi aka. Bo'ldi. Xullas, bu nechi bo'lar razmeri? Qarang, bort razmeri 3.11 bo'ladi, uzunligi, eni 1.70 bo'ladi. Balandligi ichkari tomondan hisoblanganingizda 36 sm tashkil etadi. Bu bortovoy variant hisoblanadi. Bundan tashqari bizda tentovka varianti va promtovar versiyasi ham sotuvda mavjud. Tentovkasi mana bu yoqda. Xo'p, zavod qancha yukka ruxsat beryapti aka bu? Zavod dokument bo'yicha 1 tonna 900 kilo bo'ladi. Salkam 2 tonna. Salkam 2 tonna. Lekin o'zbekchilikda o'zimiz bilamiz, sinovdan o'tgan, o'sha hammasi mijozlar tomonidan qilingan narsalar. 3 tonna, 3,5 tonna, даже 4 tonna yuklaganlar ham bo'lgan. 4 tonna ham yuklayapti. Bo'lgan. Shunaqa mijozlarimiz bor, hattoki 4 tonna ham yuk bilan yuraveradi. Eng asosiysi o'rtoqlar qo'sh balonda. Bu qo'sh balon. Bemalol 3-4 tonna deyishyapti. Zapaskalar bor, aka. 3 tonnani bemalol olib boradi. Xo'sh siz metan o'rnatsangiz ham, propan o'rnatsangiz ham o'zini kuchini yo'qotmasdan yuraveradi. Men bir narsani sezdim aka, mana bu kuzovi ham ancha qalin, baquvvat ekan. Xuddi shunday, xuddi shunday. Bu metallar qarang,
Ikki xil metall ishlatiladi bunda. Ha. Yoki Shvetsiyaning Hardox versiyasi yoki Rossiyaning Severstal versiyasi ishlatiladi bunda. Aha. Bu har bittasi mustahkam, sinovdan o'tgan metallardan biri hisoblanadi, mustahkam. Buni narxini qancha dedingiz aka? Narxi 248 million 640 ming so'm. Mana nimaga bonga olaman deb bu mashinani olayotganlar. Mana bozorlarda ham yangilarni obzor qilaman o'zim. Bir dollargacha olsak bir 32 ming shunaqa atrofida, jichib yurgan 30 ming shunaqa atrofida Yangi 300 milliondan qimmat. Hali Kia Bongo Porterlarda aytyapman o'rtoqlar. So'mga shunda qancha 300-400 millionga boryapti, Ha, shunaqami? 300 dan oshadi. 400 millionga borib qoladi o'rtoqlar. Buni narxi 48 million 48 640 million ming so'm. 600 ming. Xo'p, aka yana nima ma'lumotlar berasiz? Ramasiga kelsak aka. Ramani Ramalari- ko'ring, shassini bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham mustahkam. Bu o'tganimdek hammasi qalin metalldan qilingan. O'rtoqlar haligi shveyler materialiga o'xshagan. Mana ko'ryapsizlarmi? Qalin material. Profil emas bu qalin juda. Xuddi shunday. Risori 6 talik. 6 tali resorlar. Zo'r aka. Xo'p, 3 yil garantiya, Xuddi shunday. most, motor, korobka. Ha, garantiyasiga motor kiradi, korobkasi kiradi и orqa mosti kiradi. Qanday mostlari kiradi? Podveskasini keladigan bo'lsak, orqa resor bo'ladi. Buni yana bitta plus tomoni, oldi bu podveskali bo'ladi. Demak, resor bo'lmaydi. Juda ham yumshoq mashina bo'ladi. Komfort, yumshoq Komfort. bo'ladi. Uzoq yo'l bo'ladimi, yaqin yo'l bo'ladimi, shofer akalarimiz bemalol mazza qilib ketishadi. Xo'p, yashang. Xo'p, aka buni salonlarini ko'ringlarchi, salonlarini ochaylikchi. Aka endi motorini aytaylik. Keling, motorni ko'rsatib nima qilaylik. Xo'p aka, xo'p. Zo'r bo'ladi aka. Salonlari ham juda chiroyli. Linoleum qilaman demaysiz mana. Bardajogi ham juda ham chuqur. Bemalol kitobi nimasini ko'radigan bo'lsak, razmerini. Katta ekan bardaj. Bu zavod tomonidan berilgan narsalar, albatta. Bu komplektida aka. Ha, xuddi shunday komplektida keladi. Mana chiqib olayinchi. Ko'tarish o'raymi? Qani, bismillah. Mana motor. Qani? Mana marhamat ko'rishingiz mumkin. Granjet kompaniyasi tomonidan o'rnatilgan 2 lik motor. 147 ot kuchiga ega bu motor. 147 da. Ha, xuddi shunday. Bu motor ko'pchilik biladi, уже sinovdan o'tgan motorlardan biri hisoblanadi. Metan, propan 100% tushaveradi bunga. Metan. Muammosiz. Xohlasangiz propan o'rnating, xohlasangiz metan o'rnating. Qarang, garantiya o'chib ketadi-ku metan o'rnatsa. Bu o'zingizlarda bormi o'chmaydigan? O'zimizdan agar o'rnatsa, albatta bizda gaz o'rnatish servis xizmatimiz ishlaydi. Bemalol o'zimizdan o'rnatishsa, garantiyasi o'z kuchida qoladi. Xo'p, aka, qulayliklari nima? Konditsioner bor, to'g'rimi? Konditsioner bor, pechka bor. Rul elektrousilitilli rul. Barmoqdan bir rul. Ha, bemalol bitta barmoqda ham burasangiz bo'ladi. Plus rulni o'zingizga moslashtirsangiz bo'ladi, tepa past bo'ladi. Rulda mana sozlasa bo'lar ekan mana bu yoqda. Keyin maksimalni mana o'rtada 160 gacha chiqar ekan, tortar ekan. Eng menga komfort yoqqani aka, misol o'zimizda labolar bor. Labolarda endi uzoq yo'lgacha bel og'rib qoladi. Mana shunday ketasizda, mana shunday. Mana bel mana shunday ketadi-da. Bunda yoyilib deb orqada joy bor, bemalol sideniyani o'zingizga moslashtirsangiz bo'ladi, chunki oldi orqa bo'ladi, pasti baland bo'ladi, bemalol. Mana o'rtada orqada qancha joy bor, mana ko'rib turibsizlar. Mana bu yer qanaqa? Bu ham barda endi aka. Bu qarang, bu bar и plus 3-o'rindiq bu. Dokumentalni bunga 3 o'rindiq deb beramiz. Beriladi. Xuddi shunday. Bu yana bitta plyusi mana. Gap yo'q. Shofyordan tashqari yana 2 kishini olib borsangiz bo'laveradi. O'rtoqlar mana mexanika. Buni avtomatlari chiqmagan aka? Yo'q, buni avtomati yo'q. Nimasini ham ko'rsatib o'ting, oynalari hammasi elektron ko'tariladi, tushiriladi, plus bakoy oynalari ham yondan boshqariladi. Bakoyni ichkaridan kontrol qilinadi. Ha, kontrol qilinadi. Gap yo'q. Aka, buni tentlilarini bir ko'rsatsak bo'ladimi-ki? Bo'ladi, bo'ladi. Tentlilarini. Ha, gaz servisimiz bor dedingiz. Ha, gaz servisimiz bor, bular hammasi. Yo'q, o'chmaydi. Yashang. Marhamat, tentligini ko'ramiz. Tentligi ham ancha katta. Salonini ko'rsatmaymiz. Salon hammasi bir xil bo'ladi. Farqi faqat tentida bo'ladi va balandligida.
Eni 170 bo'ladi. Hozir mana tentligini ko'rsataylik. Bu tent yig'ishtiriladigan, xohlasangiz yig'ishtirasiz, xohlasangiz yana tortib Bu yoqqa qo'yasiz. sursa yig'ishtiriladi. Ha, xuddi shunday. Rolikli bo'ladi. Komfort o'rtoqlar. Buni balandligi 1.76 bo'ladi. 1.76 bo'lar ekan. Uzunligi 3.11 o'sha, eni 1.70. Xo'p. Bemalol misol uchun sal tikka turib ham yukilaveradi, yuk. Ha, bemalol men masalan tikka turaman. Xo'p, aka, buni narxi qancha buni? Buni narxi 255 million 360 ming so'm bilan hozirgi kunda xarid qilsa bo'ladi. 360 ming so'm bilan bo'ladi. Bartavoydan 6 million 500 mingga qimmatroq. Xo'p. Keyin furgonlisi ham mana o'rtoqlar mana shu. Furgonlisi ham bor. Furgonlisi ham bor. Prom tovar versiya deyiladi, izotermik. Uni narxi necha puldan bo'lyapti aka? Buni narxi 275 million 520 ming so'm bilan hozirgi kunda xarid qilsa bo'ladi. Aka, misol nasiya savdoga bormi? Misol xarid qilaman desa. Endi qarang, bitta narsani ochiqchasiga aytib qo'yamiz. Bu mashinalar xaridori bor. Hop. Chunki mana yangi partiya kelgan, bular hammasi bu oyga, may oyidagi. May oyigacha hammasi sotilib bo'lingan. Chunki keladi, sotiladi, keladi, sotiladi. Shuni hisobiga buni faqat ikki xil yo'l bilan xarid qilsa bo'ladi. Agar nasiya savdo orqali demoqchi bo'lsak, bu bank orqali avtokredit yoki lizing orqali lizing tashkilot orqali xarid qilsa bo'ladi. Xo'p. O'rtoqlar, video past telefon raqam, ismlari ismingiz Matinbek aka deb murojaat qilasizlar, bemalol 24 soat. Bu xudo xolasa o'sha bir oy nari beri qolmaydi bular, ha? Ha, bu masalan qarang, may oyida bu o'sha 3-partiyamiz bo'lsa, mana o'sha sotildi, xudo xolasa bu ham ketadi. Rahmat. Xudo xolasa Sergeli kelinglar mana China Motors kompaniyasiga bemalol telefonda qilib sotilib ketmasdan to'lov usul har xil zapchas hamma yo'g'i bor, xudo xolasa bemalol xarid qilaverasizlar. Rahmat aka, ma'lumotlar uchun. Salomat bo'linglar. Telefonni qilib xarid qilib olib olasizlar.